Manda har doim shunaqa nima bo'lardi. Men sun'iy intellektdan qo'rqardim. Ya'ni agar sun'iy intellekt rivojlanaversa, bizani ish o'rinlarimizni olib qo'yadi, ili bizga ish qolmaydi, odamlar ishsiz qolib ketadi deb. Endi men baribir kelajak uchun bashorat qilmayman, balki shunaqa bo'lar. Yaqin kelajakda bu kutilyapti. Lekin bu unaqa qo'rqinchli narsa bo'lmasa kerak. Chunki hozir men ham yangi sohaga kirishdan oldin ming marta o'ylanaman. Ya'ni 2-3 yildan keyin menga bu sohada sпрос qoladimi? Ili hozir men kirganim bilan men qilayotgan ishni to'g'ri sun'iy intellekt mendan yaxshiroq bajarsa, u sohaga kirishni istamasdim. Lekin baribir ham bizda hozir ish bozorida bizga talab bor. Ya'ni agar siz o'z sohangizni sun'iy intellekt bilan bo'lsa ham yaxshi bajara olsangiz, sizni ishga olishadi. Va sun'iy intellekt ham bizga ish sifatini yaxshilashda yordam beradi. Ya'ni hozir men o'zim onlayn ish qidiryapman. Ya'ni onlayn ishda bilasizlar, ingliz tilida yozish kerak, gaplarni odamlar bilan ingliz tilida o'zimizni tanishtirishimiz kerak va shuning uchun men o'zim ingliz tilini bilaman, lekin o'zim yozadigan gaplarimni sun'iy intellektga tashlasam, u menga 2-3 sekundda chiqarib beryapti. Bu yaxshi, chunki men bu ishni o'zim ham qila olaman, lekin u ham qila oladi. Ikkalamizni ham darajamiz почти bir xil. Bu borada, faqatgina shu til borasida hozircha. Lekin bu meni ishimni osonlashtirib beryapti. Ya'ni bu meni ishim yo'qolib ketdi degani emas. Bu meni ishim bor hali ham, lekin buni men sun'iy intellekt bilan yaxshilashim mumkin degani. Ya'ni kelajakda ham menimcha sun'iy intellekt va kasblarni o'rtasidagi munosabat shunaqa bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt faqat kasblarni yaxshilaydi, u ularni yo'qotib tashlamaydi. Endi uni ham xudo biladi, xo'p. Gapirmayman ko'p.